2026-yilda uyga burchatka, kafel yoki bo'lmasam sokol zina qildirmoqchi bo'lgan akalarimiz bo'lsa, ushbu videoga bitta like bosib qo'ysalar, biz esa videoni ko'rgunlaringcha narx-navosini qisqacha qilib tushuntirib va aytib o'tamiz. Xo'p, sokoldan boshlaydigan bo'lsak, sokolda 1 metr usta haqi mahsuloti yo'l kirasi ichida bo'ladi. Bo'yi 60 cm gacha bo'ladi akalar. 380 ming so'mdan vodiy bo'yicha qilib beryapmiz akalar. Uyda gaz orqasiga cho'rnisini olib beradi xolos. Xo'p, burchatkaga keladigan bo'lsak, 1 kvadrat metr usta haqi mahsuloti yo'l kiralari ichida 140 ming so'mdan bo'lyapti. Bu narxlar vodiy bo'yicha bo'ladi akalar. Xo'p, zinalarga keladigan bo'lsak, zinani 1 metrini 250 ming so'mdan qilib beryapti turgan bo'lsak, tepa qismini esa plashatkasini ham 250 ming so'mdan bo'ladi. Xo'p, kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib bitkazib beraveramiz.